Assalomu alaykum, Andijon Tunikafon kanali a'zolari. Siz bilan Kamina usta Ibrohimjon ko'rishinglar mumkin. Mana bu ishimiz Andijon viloyati Asaka tumani Fayzoboddan. Ko'rishinglar mumkin. Ichkari kajerogimizni mana shunday go'zal holatda bitkizib, kosmoslardan qo'yib berganmiz. Yulduzchalarga ahamiyat berishinglar mumkin. Yulduzchalarni mana shunday go'zal holatda bitkizib, mana bu joylarga arshivkalar qo'yiladi. Tunikamizni qalinligi 0,7 qalinligida narxlariga keladigan bo'lsa, narxlari 120 so'mdan 140 so'mgacha vodiy bo'ylab qilib bermoqdamiz. Endi bu yoqlarga o'tamiz. Shapkalar hali bo'lmadi. Ish jarayonini qo'yib borishga harakat qilamiz. Shapkalar hali bo'lmadi. Endi bu tomonlarga o'tamiz. Mana bu darvozaxonalari ham bo'ladi. Mana shunday go'zal holatda bo'ladi. Ko'rib olishinglar mumkin. Video bitganini qo'yamiz, xudo xolasa. Bu yerga ikkita ayna tushirib beramiz, xudo xolasa. Endi ichkari manalarga ko'rishimiz mumkin. Bu yoqlarni ham hali bu yoqlarga kosmoslarimizni qo'yganimiz yo'q. Kosmos hali bu yoqlarga kelmadi. Ko'rishinglar mumkin. Mana shunday go'zal holatda bitdi. Agar kimga shunaqa sifatli tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, pastda videoga murojaat qilishinglar mumkin. Do'stlarga tavsiya yuborib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Hammaga omad, rahmat katta.